судьба – это люди, которым мы говорим спасибо, что ты есть. Если тебе так в жизни повезло, что рядом с тобой есть человек, которого ты можешь назвать любимым. Симпатия – это когда нравится внешне. Слушай, по-моему, лучше всего найти того, кто будет любить тебя. Так. Один мудрец сказал, самое лучшее лекарство для человека – любовь. Получается, что счастье – это когда любимые люди рядом с тобой. Ну вот что интересно. Mening qaynotam. Dadasi. Qarang. Ishlarni vaqtli turib qilar ekan. Barakalla. Dadasi. Sizni qishlog'ingizdan kelin qilib yaxshi qildik-da. To'g'rimi? Albatta. Nora kampir biladi kimni kelin qilishni. Qara. Barakalla qizim. Assalomu alaykum dadajon, oyijon. Va alaykum assalom. Va alaykum assalom. Hozir supur bo'lay, choy tayyorlayman. Baraka top, baraka top. Barakalla. Emin. 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 Nega yolg'iz yotibsan, bolajonim? Oyi, Shunaqa kunda ham yangi kuyov yolg'iz uxlaydimi? televizor ko'rib uxlab qopman, oyi. Shu televizor xonangda ham bor-ku, o'g'lim. Meni xonamda? Ha, u bunday katta emas, kichkina. Katta televizorda kino ko'rish boshqachada, oyi. Tushunarli. Kiyimingni ham almashtirmabsan. Esimdan chiqibdi. Qani tur bolajonim, nonushta tayyor bo'lib qoldi. Yuz qo'lingni yuvib kel. Qani, tura qol. Xo'p, oyi, hozir.
O. Xurmo daraxti qurib qopti-ku. Shu daraxtga ko'z tegdi-da. Ha? Mashq qilyapsanmi? Nima qilyapti deysan, Radnoy? To'yda qaysidir dushmanni ko'zi tegdi, qurib qopti, qara. Nima? Ko'z tekkan deysanmi? Ha. Bu ko'z degani toshni yoradi deb eshitgandim. Daraxtni ham yoribdi-yu. Men buni endi bildim lekin. Sen endi bildingmi? Sen hali ko'p narsani keyin bilasan. Sinok, bu daraxtni kesish kerak. Buni qarang. Abu choy qo'ymadingmi? Nima qo'ymadim? Bir piyola ichardik. Radnoy, Voy, sog'lig'ing joyidami? Xudoga shukr, yaxshi. Qo'l oyoqlaring harakat qilyaptimi o'zi? Qimirlaydi. Nega? Meni aftim slujankaga o'xshayaptimi? Sog'lig'ing joyida bo'lsa, o'zing choy damlab ichur. Bor mashqingni qilaver. Mashq bilan qorning to'yadi. Slujanka. Bir gap aytib baloga qolasan. Xuddiki mashq qutqaradi seni. O'zini chempion deb o'ylaydi bu. O'rgildim sendan. Gapini qara, choy damlamish. Nima men senga xizmatkormidim? Choyni damlab ichaver o'zing. Qora choy. Ko'k choy yo'q. Ko'k choy qayerda qoldi endi, ha? Tog'asi qani tog'asi? Mana tog'asi. Qani tog'asi? Ana, uy asalim meni. Marhamat. Barakalla. Dadajon, sizga ham ko'k choy qo'ying. Mayli, ko'k bo'lsa qo'y. Uy jonim. Marhamat. Baraka top. Sizga ham ko'k choymi, oyijon? Yo'q, menga qora choy. Choy ham yo'q, qayerga qo'ygan bo'lsa-ya. Choyni ham yo'qotdik. Qani shoshmay turchi. Bu ham ko'tarmaydi-ku. Dadasini mashinasi, dadasini. Haytali qo'ng'iroq qilyapti. Ha, Haytali. Abjabor, assalomu alaykum. Va alaykum assalom. Qalaysan? Hamma tinch omonmi? Ha, yaxshimiz. Zaynab yoningizdami? Bir narsa so'ramoqchi edim-da. Ha, shu yerda Zaynab. Bir daqiqaga berasizmi? Mayli, xo'p. Otang so'rayapti, qizim. Haytalimi? Kechirasiz. Ha, Haytali ekan. Tinchlikmikin? Bilmayman. Haytali yolg'iz qolgan endi. Qizini sog'inganda. Ha, qizini sog'ingan. Hovlisi katta bo'lsa. Ha, o'g'lim, nima qildi? Xomush, xafa ko'rinasan. Xomushsan? Yo'q, yaxshi. Yaxshimi? Yaxshi. Yaxshi bo'lsin, yaxshi bo'lsin. Ha, yaxshi. Kuyovliging esingdami axir? Ha, esimda. Meni o'g'limda bu, barakalla, barakalla. Oy. Qizim, yaxshimisan? Ahvollaring yaxshimi? Charchamayapsanmi? Yaxshi, rahmat. O'zingiz yaxshimisiz? Quruq choyni qayerga qo'ygansan? Topolmayapman-da. Quruq choy plitkani oldida otajon. Ha, qora choyni topdim. Mana, menga ko'k choy kerak. Davleni ham ko'tarilibdi. Abu asabimga tegyapti. Ko'k choyni qayerga qo'ygansan? Shuni topolmayapman-da.
Ha, Ko'kchoy haligi qayerda edi? Ha, ana bu yerda edi. Pastda 2-polkada Ko'kchoy bor. Pastami? Idishlarni orqasidami? Topdingizmi? Shuni tepaga qo'ymaysanmi? Mana topdim. Mayli, bo'pti, keyin qo'ng'iroq qilaman. Mayli, yaxshi qoling otajon. Xo'p. Xayriyat. Ko'kchoy baribir boshqada. Tinchlikmi bolam? Ha, dadajon, sizlarga salom aytdilar. Rahmat. Salomat Rahmat. bo'lsin. Eminjon, ishxonada ishlaring yaxshimi? Ha, hammasi yaxshi. Agar vaqtingiz bo'lsa, amakim bilan bugun bir kelsangiz. Yangiligim bor edi sizlarga. Ha, to'ydan oldin tayyor edi. To'y bilan bo'lib orqaga qoldi. Lekin sizni ruxsatingiz kerak. Baxtiyor kelsin, bizni olib bor deb aytaman. Tushlikdan keyin birga boramiz. Xo'pmi? Menimcha men bora olmasam kerak. Meni qiladigan ishlarim bor. O'zing boraver. Endi asal yo'q. Qayerga qo'yding endi asalni? Qayerga? Yana haytalimi? Yana haytali-yu. Ha, haytali. Abdujabborjon, telefonni Zaynabga yana 1 daqiqaga bering. Bitta narsa so'rashim kerak. Iltimos. Mayli, xo'p. Yana nima deydi haytali? Yana haytali. Nima bo'ldi buncha telefon qilyapti senga? Ha? Sotib oldingmi uni? To'rpachga menga ham pul bersa, men ham har kuni qo'ng'iroq qilardim. Hay, endi jiyan uchun nimalar qilmaysan, Nusrat? To'g'ri. Labay otajon, Asalni qayerga qo'ygansan? oq asalmi? Topolmayapman asalni. Qayerga qo'yganding? U tugaganiga ancha bo'lgan-ku otajon. Nima? Abu akam har kuni ertalab choyga asal qo'shib ichardi-ku. Bu yedimi? Ayiqmi bu shuncha asalni yeydi? Noinsof. Bir banka asalni ham yeysanmi? Seni qara-yu. Abuni dastidan na choy, na asal, na shakar qoladi. Hamma narsani tugatadi. Men yana asal qidiryapman ha. Jonimga tegib ketdi bu. Shirguruch tayyor bo'lib qoldimi? Kelin, shirguruch tayyor bo'ldimi? Ha, oyijon, hozir shirguruch tayyor bo'ladi. Yaxshi. Shirguruch yaxshi-da. Men ham bolaligimdan beri shirguruchni yaxshi ko'raman. Kim yaxshi ko'rmasa ekan shirguruchni, ha? Kampir juda shirin qilardi. Hidi chiqsa, men yugurib borardim, esingizdami? Ha. Iya. Yana haytali-ku. Ha, haytali. Yana nima gap? Abdujabborjon. Yana bir marta telefonni Zaynabga bering, iltimos. Oxirgi marta bir narsa so'rayman. Haytali, biz senga spravishni byuromizmi deyman. Spravishni emassiz-ku, lekin endi siz bilan qarindoshmiz-ku. Shunga Zaynabning telefoni yo'q bo'lsa nima qilay? Telefoni bo'lganida o'ziga qilardim. Iltimos. Bir narsa so'rayman, bo'ldi. Xo'p, hozir. Yana otang. Voy dodey, voy. Nima bo'ldi bu haytaliga? Nega asabiylashasiz? O'rgatib qo'ydingiz endi, chidang. Zaynab. Labay ota. Yo'q, qayerda yo'q? Yo'q. To'yda uncha yog' olmagandingiz ota? To'y? Yog' olib kelgan edik-ku, 3 litr. 3 litr olgandim. Menimcha u tugagan. Xudoyim, tugadimi? Unda skvarotkani ichini ko'ring. Skavarotka? Xo'p, mayli. Xo'p. Bu qanaqa yog' bo'ldi? Tagida bir tomchi ham qolmagan-ku. Qanday yog' bo'ladi? Nega baqir-chaqir qilyapsan, Radnoy? Tinchlikmi? Bola, shuncha yog'ni qayoqqa ishlatding o'zi?
Ana, Baxtiyorjonam keldi. Baxtiyor aka. Assalomu alaykum. Assalomu alaykum. Aka yaxshimisiz? Eminjon, yaxshimisan? Hamma jamil-jamu. Keling, o'tiring. Muborak Rahmat. bo'lsin. Kel o'tir, biz bilan choy ich. Rahmat akajon, men choy ichib keldim. Mashinani yugurib keldim. Xo'p, yaxshi. Yaxshi qilibsan. Tushlikdan keyin kel. Meni ishxonaga olib borasan. Xo'p bo'ladi. Xo'p. Jiyanni bog'chaga tashlab kelgin. Qani bilan bora qol bolam. Qani, salom. Salom. Barakalla, barakalla. Qani ketdik. Mayli aka. Biz bog'chaga ketdik. Xo'p, Maylimi? Mayli. Xo'p, mayli. Xayr. Xayr. Salim akajon. meni. Bo'pti. Xo'p. Yaxshi e'tibor. Tuxum qovuray desam, bir tomchi ham yog' yo'q. 5 ta tuxum bor-ku, yog' yo'q. Zaynabdan so'rasam, hammasini to'yda akam oshga soldi dedi. To'yga deb olib kelgan 3 litr yog'ni aytyapsanmi, jigar? U yog' yetmadi. Men yana Bo'riyani magaziniga borib, yana 2 ta 5 litrlik olib keldim. Kim aytdi olib kel deb? 3 litr yog' yetardi. Xalq senga rahmat aytdimi? Hech kim rahmat aytgani yo'q. Sen suvli guruch berasanmi yoki oshmi? Osh bo'lgandan keyin birga bir yog'li bo'lsin-da. Hozir qishloqda kimsan Haytali degan noming bor. Qishloqda avtoritet bo'lib ketdi. Bezorman shu avtoritetdan. Bir flak yog'ni hammasini oshga soldingmi? Ha endi Haytali osh bergandan keyin seryog' bo'lsin dedim-da. Boriga qo'ravermaysanmi? Shunga qilaymi? Sen shunga qila olasanmi? Qila olaman. Qani qil. Shu yog'ga qichi. Men biror go'sht-po'sh bo'lsa, yaxshilab o'zim qovurardim. Bunaqa mayda-chuyda ishlar qilmayman men, tushundingmi? Abu, menga qara, hayotni pasti balanti bo'ladi, tushundingmi? Kerak bo'lsa, baloni ham yeysan, ko'rasan. Hay, nima gap a? Bu baqir-chaqiringiz butun qishloqqa eshitilyapti-yu, a? Nima bo'ldi? Husnora Kampirsho, mana 5 ta tuxum bor, qovur desam qovurmayman deydi. Buni qara, ko'ryapsanmi? Nima degani bu? Totya Husni, qarang-da. Bu menga qayoqdagi mayda-chuyda narsalarni aytayapti. Mastava, pastava, atala, patala deydimi? Menga go'sht bo'lsa, qovursam-u mazza qilib yesam bo'ldi. Shunga shunchami? Shunaqa gap. Chiqinglar ikkalangami, shu tuxumni o'zim qovurib beraman. Qani chiqinglar. Totya Husni, 5 ta tuxum bor. 3 tasi menga, 2 tasi Haytaliga. Hop. Haytali, chiq. Kaftim qichiyapti. Pul keladi shekilli, ha? Chiq, pul-mul demay. Meni eshit. Kampirsho. 5 ta tuxum bor. 3 tasi menga, 2 tasi Abuga. U shundoq ham qovurdoq yeydi. Haytali. Hay Haytali. Tuxumlar qani? Skavorotkaning yonida turibdi, qaragin. Ziqna Haytali. 3 tasi menga, 2 tasi Abugaymush. Buni dardi faqat tuxum ekan. Bir kun Zaynabni yo'qligiga hozirdan urush janjal qilishganini ko'ringlar bularni. Abu, bir qoshiq yetardi. Nega 3 qoshiq solding? Bu yoqqa ber. Buni zarari bor. Bir haftalik normangni yeding. Yetadi. Bitta shakar ekan-u. Shirinlikni zarari bor. Shuni anavi trenerlaring aytmadimi senga? Namuncha quruq non yeysan, hozir tuxum olib keladi. Mazza qilib non bilan yeysan. Qachon olib keladi? Qovuryapti, hozir olib keladi. Totya Husni. Yumshoq nonni olib, tuxumni sarig'iga botirib yesang, shunaqa zo'r ketadi. Ishon, Kampirsho bir hunarini ko'rsatsin, ko'rasan. Mazza qilib yeysan. Abujon, bir mazza qilamiz-da. Aytmasang ham bilaman, kampirni qo'li shirin. Shunaqa mazali qiladi, qarab tur, yeb to'ymaysan hali. Haytali. Nega kulasan? Tuxumlaring sindi. Sindi? 6 so'm pul ketdi, tushundingmi?
5ta tuxuming 6 so'mmi? Qanaqasiga hisoblayapsan sen? Qo'lingdan bir ish kelmagani uchun hech kim senga uylanmadi. Menga uylanmadimi? Hoy, men ularga tegmadim. Menga sizlarga o'xshaydigan Shu erkak hunaring bo'lsa bilan kim kerak senga emas. uylanadi? Kim senga uylanadi shu turishingga? 5ta tuxum uchun shuncha janjal qilyapsanmi? Meni xo'rozimni yedilaring, men biror nima dedimmi? Xo'rozingni men yedimmi? Sen yeding. Men yedimmi? Sen olib ketgansan meni qo'limdan. Kim yegan bo'lsa o'shanga gapir. Sizlar yedilaringiz. Mana, ol Abu. Ol. Tuxuming boshingdan qolsin. 5ta tuxum uchun shuncha janjal qilding-a? Bore. Buni qara-ya. Radnoy, sho'rva bo'lib qopti-yu bu. Yumshoq bo'lsin deganding, mana endi yumshoqqina ketadi. Omlet qilamiz. Qila olasanmi? Ha. Uvol bo'ladi. Hozir omlet qilib yeymiz. Bismillah. Qilishni biladi-yu, yana jem o'tiradi. Baqir-chaqir qilmasdan shuni qovurib kelganda yeb o'tirardik mazza qilib hozir. Bir omlet qilay, umringda yemagansan. Kampirni shuncha maqtadim, hech nima qila olmadim. Qilishni bilarkansan, nimaga meni boshimni qotiryapsan? Kampir deb. Borib qilib kela qolmaysanmi o'zing? Majbur bo'lsang hamma ishni qilasan, tushundingmi bu? Hayot shunaqa. Shuning uchun go'sht olish kerak. Go'sht na sinadi, na boshqa, Go'shtga pul kerak, pul. Puling bo'lsa borib ol. Qovurib tushib ketsa, yana solasan, qovuraverasan. 24 soat gantel ko'tarasan. Go'sht qayerdan kelsin? O'sha gantelni tashla. Barakalla, Emin, barakalla. Bu 24% nima? 24% bu 1 yillik qarz bor edi-ku. 10 ming so'mdan 250 ming so'mgacha katta va kichik tadbirkorlar uchun oldinlari biz faqat viloyatlar, qishloqlar va markazga tobe bo'lgan joylarga kichik tadbirkorlarga qarz berardik. O'zingiz bilasiz, biz 1 yildan beri faoliyat yuritamiz. Ustoz, shu orada bir statistikani ko'rdim. Ustoz, bizni call centerimiz bor-ku, 6611. Juda ko'p qo'ng'iroqlar bo'ldi. Faqat Dushanbe shahriga qarz beriladi. Bizni qishloqlarga ham qarz bersangizlar, deb qo'ng'iroq qilishyapti ekan. Shuni yo'lga qo'ysak. Ofarin. Bu 1,5% iqdom marketplace nima bu? Bilasizmi ustoz? Hozir 21-asr. Internetga kirsangiz juda ko'p onlayn bozorlar bor, magazinlar. Programmistlarimiz bilan birga biz ham marketplace ochdik. Emin shop deb. Sodda qilib aytganda, bu onlayn bozor. Mijoz kirib xarid qilsa bo'ladi. Shu ilovada biz iqdom ochdik. 1,5% atiga bunaqasi hali hech qayerda yo'q. Hech kim ko'rmagan. Assalomu alaykum. Va alaykum assalom. Barakalla, ofarin, hammasini o'zing o'ylab topdingmi? Ustoz, men kim shogirdiman axir? Lekin Eminjon, bunga dadangning imzosi va roziligi kerak. Aytganman ularga. Mumkinmi? Hozirgina siz haqingizda gaplashib turgan edik. Xush kelibsiz. Tinchmisan? Marhamat, o'tiring. Assalomu alaykum, Cho'to'boy. Yaxshimisiz? Yaxshisan o'g'lim? Marhamat. Eminjon, yaxshimisan? Qani, kelinglar. Xo'sh, Cho'to'boy. Qachon ishga chiqding? Mana bugun birinchi ish kunim. Qoyil. Xo'sh. Nima yangiliklar? Marhamat. Ko'ring. Bu Xo'sh.
Bu nahotki bu kimni taklifi? Shogirdimni. Eminni? Albatta. Barakalla, barakalla. Uyda aytgandim-ku. Ha. Keyin ishxonada ko'rsataman deganding, shumi? Ha. Shunaqa. Barakalla. Eminjon, o'g'lim, bizga achchiq ko'k choy damlagin. Xuddi ustozing o'rgatgan choydan damla. Xo'p bo'ladi, dada. Ustoz juda ko'p choylarni o'rgatganlar. Ustoz qaysi birdan bo'lsin? 2 hissaligidan. Xo'p bo'ladi. 2 hissa. Ha. Jo'tiboy. Ha. Qaragin, xonani muhiti ham almashibdi. Ha, butunlay o'zgaribdi. Tinch va osuda yorug'lik. Ravshan. Qoyil. Jo'tiboy. Sen bu bolani nima qilding o'zi, a? Og'ir bosiq bo'lib qolgan, men o'zim tanimayapman. Meni maktabim boshliq. Barakalla maktabingga. Ba'zan farzandni erkin qo'yish kerak. O'zi mustaqil qadam qo'yishi uchun mustaqil fikrlasin va mustaqil qaror qabul qilsin. Barakalla. Xudo haqqi, to'g'ri aytasan. Ammo boshliq, bu yerga Labbay. sizni imzoyingiz va ruxsatingiz kerak. Xo'p. Faqat Cho'tiboy, bu yerdagi hamma narsani yaxshilab tekshirdingmi? Biror xatolik, kamchilik yo'qmi? Boshliq, nuqta virguligacha tekshirdim. Men roziman. Men senga butunlay ishonaman. Hozir. Xo'sh. Xo'p. Ana. Muttaham. Qo'lga tushdingmi? Men bitta narsani tushunmayman. Sen qaysi duh bilan Haytalini uyga kirding, a? Men shuni tushunmayapman. Sen nima? Haytalini uyi darvozasiz deb o'yladingmi? Yo'q. Senga o'xshaganlarni 10 tasini yo'q qilmasam, ismim Haytali emas. Tushunarlimi? Menga qara. Qara, ko'zimga qara. Uyalmaysanmi? Bu qilgan ishingga javob berasan. Tushundingmi? Ha? Men senga aytayapman. Bu jinoyatni nech kishi qildilaring? Nech kishi? 2 kishi. Sheriging kim edi? Qayerda? Manzili bormi? O'sha sherigingni topaman. Ikkalangni ham jazolayman. Tushunarlimi? Birgalikda, tushundingmi? Ikkalangga ham jazoingni beraman. Mana ko'rasan. Yeb yuraman deb o'yladingmi o'zingcha, ha? Men bir narsani tushunmayman. Kichkinagina oshqozoningga qanday qilib shuncha narsa sig'di, a? Mehnat qilib zahmat chekib topgan dorilarim qanday qilib sig'di senlarga? Sen meni o'ylamadingmi, a? Ne azoblarda yig'ganman. Dollar yig'ish oson deb o'ylaysanmi? Yuraging achmadimi menga? Berahim, uyatsiz ekansan. Radnoy, tinchlikmi? Yaramas. Namuncha baqir-chaqir qilasan. Nima gap o'zi? Kela qol. Nima deysan? Mana qara bu muttahamga. Nima qildi bu? Krestik qilib bog'lab tashabsan? Jinoyat qilgan. Nima jinoyat? Loviya no'xatlarini hammasini shu yeb qo'ygan. Mana shumi? Yana sherigi ham bor. Bular ikkita ekan. Patsanni shu ahvolga soldingmi, ha? Jazoingni beraman. Radnoy? Ha. Bu kekirsa og'zidan dollarni hidi kelyapti-yu, qanaqa loviya bu? Dollar? Dollarni hidi kelyapti. Sen dollarni hidini qayerdan bilasan? Qanaqasiga qayerdan? 5 kilometrdan dollarni hidini sezaman. Bu aniq dollar yegan. Sen ham bekorga buni boylab qo'ymagansan, ha? Bu yoqqa yur, senga aytaman. Hozir tushuntiraman. Bittasini tutdim. Bular ikkita bo'lgan.
Olib kel qizim. Barakalla. Marhamat. Dadajon, yana biror narsa kerakmi? Olib kelaman. Yo'q, rahmat. Ishingni qilaver. Yoqimli ishtaha. Rahmat. Rahmat. Marhamat akajon. Xo'p. Baxtiyorjon nonushot. Xo'p bo'ladi. Ha. Qayerni paxtasi? Birinchi terimmi? Birinchi terim bo'lsa olinglar albatta. Menga qara, xo'jalik ishlarini qo'llab-quvvatlang, tushunarlimi? Kilosiga 10 dirhamdan bozor narxidan balandroq bering. Keyin xo'jalik ishlariga oldindan to'lov qiling. Qancha bo'lsa hammasini oling. Hammasi birinchi terim bo'lsin. Yo'q, ikkinchisi kerak emas. Yo'q. Xo'p. Bo'pti, xo'p. Aka, ikkinchi terimni ham oling. Hali vaqt bor bo'lsa. Ikkinchisini ham oling, iltimos, olavering. Uka. Ikkinchi terimni sifati juda ham yomon. Birinchi terimdan bo'lsa, yaxshi yog' chiqadi. Ham urug'i ham yaxshi, bozor uchun a'lo. Sifatlisi yaxshi baribir. Bizda mayda terimdan yo'q uka, tushunarlimi? Paxtani eng sifatlisidan olishimiz kerak axir. Aka, biz ham bu ishlarni qildik. Ikkinchi terimni boshidan olasiz. Oldindan to'lov qilgandan keyin oling. Kerak bo'ladi, olavering. Agar men e'tibor bermaganimda, Baxtiyor ikkinchi terimni olgan bo'lardi. Tushundingmi? Men shu yerda edim, bir og'iz so'ramaysanmi? Gap bilan bo'lib, sho'rva ham sovib qoldi. Qani, oling. Nima bu? Nima, piyozli suvmi? Men buni ichmayman. Nusrat aka, Haytalini ta'siri qiziga ham o'tganmi deyman? Kecha 10 kilo go'sht olib kelgandim. Sen 10 kilo deysan, men o'tgan kuni katta serka olib kelgandim. Aka, keling, shu gaplarni qo'ying. Biror marta go'sht yemaganday gapirmang. Yangi kelin bo'lsa, erta-indin o'rganadi hali. Nozlanmasdan yeng ovqatni. Mayli, yeyaveringlar. Men yemayman. Haytali, qiziyam. Ekonom qilganda, ekonom. Hech qisi yo'q. Kelin hali o'rganib ketadi, inshaalloh. Hayvonni ham shunaqa bog'laydimi? Odamda rahm shafqat bo'ladi axir. Unga rahm qilib bo'lmaydi. O'g'riga bu ham kam. Qanaqa o'g'ri? O'tir bu yerga. Qani, o'tir, aytaman. Qayerga o'tiraman? Kuni bilan o'tirganman. Shu yerda gapiraver. Nimani aytmoqchi eding? Bilasanmi, buni gunohi nima? Nima? Ikkita $100 bor edi. To'y maraka uchun olib qo'ygandim. O'shani olib qo'ygan joyimdan mana shu sichqon ikkita $100 yeb qo'yibdi-da. Aniq shu yeganmi? Ha, aniq, shu yegani aniq. Kim yeydi boshqa? Aytdim-ku, kekirsa dollarni hidi kelyapti deb. Seni sezgi organing zo'r ekan. Meni burnim 15 kilometrdan hid sezadi. Hali ham to'rpachkani sezib turibman. Qanaqa to'rtpachka? Qanaqa to'rpachka deysanmi? To'rpachkani nima qilding? To'rtpachkaga to'y qildik, maraka qildik. Abu, shuncha narsa pulsiz bo'lmaydi-ku. To'rpachkaga borib 4 kilo go'sht oldim dema faqat. Sen faqat 4 kilo go'shtni ko'rasan. Bola, oformleniya qildirdim, karnay, surnay, haligi xo'jantdan keldi, suratga olishdi, hammasi pulsiz bo'lmaydi-ku. Sarpo qildim. Radnoy, nimalar qildim? Nima? Ugamaniz, Radnoy. Nagli aldimi? Aldamayapman. Arzimagan narsa bo'lsa. Radnoy, sen tushunmayapsan. Qizimga tilla oldim, qudandalarga sarpo qildim, vahima qilgan restoraning anavi kimida Alu Jagani hisobidan edimi? Nima, seni hisobingdan? 50 ga 50 qildik. 50% haligi 50% men berdim, 50% ular berdi. Radnoy? Nima? Meni ko'zimga qarachi. Mana qaradim. 100% aldayapsan. Aldamayapman. Qurul gap bu, qurul gap. Borib o'sha krisadan so'rayman. Nima? Men krisalar bilan ko'p ishlaganman, bilaman. Abu,
Sen meni qondoshimsan, tushundingmi? Sen o'sha krisaga ishonib menga ishonmaysanmi? Radnoy, men seni bilaman. Ko'rdim o'sha 4 kilo go'shtingni. Yur, krisadan so'raymiz. Yur ketdik so'raymiz. Men gapirtira olaman bunaqa krisalarni. Seni aldaganim yo'q. Nahotki 4 pachkani yo'q qilgan bo'lsang, ha? O'sha 4 pachkani men million qilardim. Ishonasanmi? Vahima qilma. Hali ko'raman. Sen qayerdan bilarding? To'y nima, maraka nima? Sen bilmaysan-ku. O'zing bir to'y qilib ko'rgin. Barakalla kelin, barakalla. Marhamat oyijon. Ay, katta rahmat. Qani, keling o'tiring. Mana bundan oling. Qani? Rahmat oyijon. Oyijon choy. Rahmat, rahmat, barakalla. O'tiribsizlarmi? Kel. Shohruxjon qani? Shohruxjonni uxlatdim, ozroq injiqlik qildi, uxlatdim. Ha, avval ovqatlantirmadingmi? Ozroq kashi yeb uxlab qoldi. Yaxshi. Ammajon ovqatsiz deymi? Sizlarnikida ovqat suzishni ham so'raydimi? Bor, suz ovqatni. Radnoy? Menimcha krisa pobegga chiqibdi. Menimcha qasdini oladi-da. Qasdini oladi? Ha. Menimcha sherigi bo'lgan buni. Sheriklari bilan ketibdi. 4 pachkani yeb qo'yadi-ku. Yeydi 4 pachkani. Qasd oladi. Kim qasd oladi? Bor, o'zing ishingni qil. Sichqon qanaqasiga qasd olishi mumkin? Bu yerda aniq bir gap bor. Nimadir gap bor. Ammajon, marhamat. Nima ovqat bu? Piyozli suvmi bu? Sho'rva, ammajon. Shunaqa sho'rva qiladimi uylaringda? Yanga? Labay. Maqtagan keliningiz qani? Ja, maqtagandingiz-ku, qo'li gul deb. Bitoqat qilishni bilmabdi-ku. Hali yoshda o'rganadi. Ha, kelin? Barakalla. Hali biror marta akamning uyida bunaqa bemaza ovqat yemagan edim. Bir ichib ko'r, mazali. Qani ichib ko'r. Ichib ko'r. Tur, nega o'tiribsan? Emin keldi, darvozani och. Bor. Maryam, yaxshi ish qilmading. Bu qiz ham birovni farzandi, yangi kelin bo'lsa, hali o'rganadi. Sen kelinga qattiq qo'l bo'lma. Yanga, siz keliningizni ko'p erkalatmang. Ertaga boshingizga chiqib oladi bu. Ha, menimcha ataylab bemaza ovqat qilgan u. Muzlatkich to'la go'sht bo'lsa. Qarang, ovqatni kartoshkasi ham yo'q. Ey tavba, yeb ko'r shirin ovqat. Qayeri mazali bu ovqatni, yanga? Mazali. Yuvindiga o'xshaydi-ku. Ha, menga shifokor tavsiya qildi, kechga suyuq ovqat iching deb. Ha, bu ovqat dietический mazali. Qani ol. Mazali. Yanga, labay. Ko'p non yemang, shifokor
Dietический degan bo'lsa, siz non yeyapsiz-ku? Ha, ozroq yesak hech narsa qilmaydi. Shifokor gapiraveradi. Ha, unda yeyavering. Mazali. Kelinimni qo'li dard ko'rmasin. Shirin ovqat qilar ekan. Maqtayvermang. Xudoga shukr. Xudoga shukr turibdi ekan. Buni yashirgani biror yaxshiroq joy topishim kerak. Buni qayerga yashirsam ekan, ha? Yonimda tursam ekan, ha? Assalomu alaykum. Ke o'g'lim. Qani, kel o'g'lim, kel. Yaxshi o'tiribsizlarmi? Rahmat. Kel. Qaynonang yo'q, lekin qaynotang suyar ekan. Kel. Mana bu yuvindini icha qol. Aka, nima keragi bor? Kelin tayyorlabdi-ku. Nima bo'ldi, tinchlikmi? Xotining ovqat qilibdi-da, go'sht solmabdi. Shunga amaking gapiryapti. Qornim to'q. Bolalar bilan ovqatlangandim. Yo'q, Menga xizmat yo'qmi? Yo'q. Bor. Menga qara o'g'lim. Ertalab xotiningni olganda borib qaynotangdan xabar olib kelinglar. Yaxshilab bozorlik qil. Dada. Hali vaqtli emasmi? Vaqtli emas. Albatta bor o'g'lim. Bor. Qaynotang xursand bo'lib qoladi. Xursand bo'ladi. Qari odam bo'lsa, qizni ko'rib xursand bo'ladi-da. Xo'p bo'ladi. Sizlarga xayrli tun. Xayrli tun? Hali soat 8:30. Xayrli tun deydimi? O'zingni yodingda yo'qmi? Asr bo'lmasdan kirib ketarding. Mayli. Qo'ying, borsin. Borsin. Ertaga vaqtli turadi. Qani tez bu yoqqa kelchi. Senga surprizim bor. Ko'zlaringni yum. Ushla. Otangga ayt, endi to'g'ri o'zingga qo'ng'iroq qilsin. Xo'pmi? Menga, amakimga qo'ng'iroq qilmasin. Yana nonushta vaqtida. Bu yerda sim kartasi bor. Qo'yib olarsan. Muborak bo'lsin. Haliyam ochmadingmi? Men buni tushunmayman. Tushunmaysan? Nimani tushunasan o'zi? Qani kel. O'tir. Kel singlim, o'tir. Uxlamaysizmi aka?
Uyqu qayerda? Tinchlikmi? Har xil gaplar eshityapmiz. Qanaqasiga tinchlik bo'lsin? Nima gap bo'pti? Erim bilan ajrashaman, yashamayman debsan. Shu rostmi? Nima bo'ldi o'zi? Aka, bu kuyovingiz bo'lmaydi. Nima uchun bo'lmaydi? U bilan yashab bo'lmaydi. Har kuni ichib keladi, har kuni meni uradi. Uyda har kuni janjal. U odam bilan qanaqa qilib yashayman aka? Hammani so'kadi, hattoki rahmatli oyimni ham haqorat qiladi. Nima dedi? Akangni falon qilay. Oyingni falon qilay deydi. Menda ikkita yo'l bor aka. Yo o'zimni o'ldiraman yoki ajrashaman. Harom. Yaxshiligimizni oqibatida bu. Hozir qayerda? Chet elda. Hechqisi yo'q. Yer dumaloq. Topamiz. Ko'ramiz kim kimni. E'tibor berma singlim. Men u bilan ko'rishib, gaplashib, hammasini aniqlayman. Keyin o'zingga aytaman. Yashash, yashamasligingni tushundingmi? Xo'p, Hozir borib uxla. siz hali uxlamaysizmi? Yo'q, hali o'tiraman. Menga bitta choy damlab olib kelgin. Xo'p. Mana bo'ldi. Tayyor bo'ldi. Qara, ikkalasi bir xil bo'ldi. Bir xil-a? Ma. Telefoningni ol. Endi otang faqat o'zingga qo'ng'iroq qiladi. Rahmat. Arzimaydi. Xo'sh. Qani gapir. O'ng tarafda yotasanmi yoki chap tarafda? Men oilali bo'lgunimcha faqat o'rtada yotardim. Sen yangi kelding. Tanla, oyna tarafdami yoki eshik tarafda? Hech qaysi tarafda. Nega hech qaysi tarafda? Hoy qiz, men jiddiy aytyapman. Birinchi kechani tushunsa bo'ladi. Ikkinchi kechani nega unaqa qilyapsan? Biz xotinmiz. Yonimda uxlamaysanmi? Yo'q. Yerda uxlayman. Yo'q bo'lsa o'zing bilasan. O'zi nega uylandim? Boshingda qolsin uylanish emin. Qayer yoqsa o'sha yerda uxla. Uxlayman. Yonimda yot deb yalinmayman. Chiroqni o'chirmaysanmi? Uxlolmayapman.
Assalomu alaykum Va otajon. alaykum assalom, kel qizim. Yaxshimisiz? Yaxshi, o'zingchi? Xush kelibsan. Qani kel. Kuyov bola. Assalomu alaykum. Va alaykum assalom. Yaxshimisan? Yaxshimisiz? Sog'ligingiz yaxshimi? Xudoga shukr. Yaxshi keldinglarmi? Tinchmi? Rahmat, Xudoga. Xush kelibsizlar. Xush kelibsizlar. Qani, kiringlar. Hozir narsalar bor edi, tog'a. Nima? Yana nima olib kelding? Haligi u narsa olib kelgandim. Ha, quruq qo'l bilan kelmadingmi? Ha, barakalla. Lekin shu odatingni yo'qotma, xo'pmi? Xo'p bo'ladi. Men yaxshi ko'raman, to'lib toshib kelishingni. Mazzada. Xo'p. Qani oling. Kel. O'zim olib kiraman. Qani buni ham olaylik-a. Qolib ketmasin. Xo'p, mashinangni qulflab qo'ygan, xo'pmi? Ha, xo'p bo'ladi. Har xil odam bor-da. Xo'p. O'zing yaxshimisan? Ishlaring yaxshimi? Yaxshi. O'zingizchi, zerikmasdan o'tiribsizmi? Ha, endi nima ham qilardim. Qani o't. Kir. Ha, yaxshi. Hayot davom etyapti. Ha, to'g'ri. Qani oming. Qadam yetdi balo yetmasin. Allohu akbar. Allohu akbar. Xush kelibsan. Bir g'ayrat qilibsan-da, kuyov. Salomat bo'ling. Kel qizim. Kel, bera qol. Oling, otajon. Barakalla qizim. Ber. Yashab ol. Tog'a, hech ham ovora bo'lmang. Endi birinchi marta kelmayapman-ku. Qo'yaver. Hadeb ham kelyapsanmi? Begona emasmiz. Xudom yaxshimi? Hamma tinch omonmi? Yaxshi. Hamma salom aytib yubordi. To'y lekin zo'r bo'ldi-da. Yoqdimi? Hozirgacha shu to'yni maqtashadi. Shunaqa to'y qilishga xalq havas qiladi. Yo'q, obro'yimizni juda ko'tardilaring. Barchangizga katta rahmat. Sog' bo'ling. Sog' bo'linglar. Kel qizim. Oling otajon. Xo'p, kel. Barakalla. Qo'yavering. U qizni qara. Mana shu yerga qo'yamiz. O'zimizni xurmodan. Pashshalarga e'tibor berma. To'yda yo'q edi. Seni xabar olishga kelishibdi. Hech qisi yo'q. To'y zo'r o'tdi-yu, lekin Abdujabbor bilan bir raqsga tushmoqchi edim. Negadir raqsga tushmasdan o'tirdi-da. Shunga hayron qoldim. Amakim o'zi shunaqa. E'tibor bermang. Bolaligimdan hozirgacha raqsga tushganini umuman hech ham ko'rmaganman. Raqsga tushmadi-ya? Yo'q, yomon ko'radilar. Ularning aytishicha, erkak kishi o'ynamasligi kerak. Xursandchilikda bir raqsga tushsa yaxshi bo'lar edi, lekin hech qisi yo'q. Shunaqa odatlari bor-da. Singling to'yda ko'rinmadimi? Singlim anchadan beri Amerikada-ku. Amerikada? Ha. O'qishini Amerikaga ko'chirdi-ku. Amerikaga. Ha, qabul qilishdi, keyin ketdi. Barakalla. O'qish kerak, o'qish. Qani olib kela qol qizim. Amerikada o'qishni orzu qilardi. Keyin jo'natdik. Ha, ber choyni. Men choyni qaytaray-a? Menga bering tog'a, o'zim qo'yaman. Yo'q. O'zim. Otajon, nima ovqat qilay? Kuyov, nima ovqat qilsin? Ovqat? Ha. Ovqat shart emas tog'a. Shu yetadi, to'qmiz. Yo'q, to'qsan? Ha, 1 soat oldin yo'lga yeb chiqqandik. Yeb chiqdingmi? Ha, tog'a. Ha, unda o'zing bilasan. Tog'a, choy? Yo'q, men bu choydan ichaman. Lekin shu choy menga juda ham yoqdi-da. Zo'r choy ekan. Kuyov, men shu choydan bir piyola ichay-a? Juda yaxshi choy ekan-da. Qoyil. Ha, tog'a. Abu aka ko'rinmaydilar? Abu u yoq bu yoqda yuradi. Uni mingta jo'ralari bor. U ishni qiladi, bu ishni qiladi. Ha, endi Abu tinib tinchimas. Ko'chani bolasi. Jo'ralari bilan boradigan joyini manzili yo'q. Men ham uncha-munchaga so'ramayman. Qayerga borasan? Nima qilasan? Ha, yaxshi. Xo'p. Hayronman. Tog'a, Zaynab yo'qligiga uy ishlarida qiynalmayapsizmi? Xohlasangiz biror haftaga qolib sizga yordam bersin. Yo'q, endi uylanding, xotiningni o'zing bilan olib ket. Xotin erini oldida bo'lish kerak. O'z hayotlaringni ko'ringlar. Nima qiladi bu yerda? Xotinsiz bo'lmaydi. Biz o'zimiz bir amallaymiz. Qolgani o'zimizni muammoyimiz. Sizlar o'z hayotlaringni quringlar. Xo'p bo'ladi. O'zimiz amallaymiz. Abuni uylantiramiz. Noningiz chiroyli ekan, sindirmadingiz ham? Xohlasang sindiraman. Sen to'qman deganingga shunga yo'q, hazillashdim tog'a. Mayli, qara. Hech qisi yo'q. Agar xohlasang, o'zing bilan olib ketaman desang, senga saboy qilib beraman.
Assalomu alaykum. Va alaykum assalom. Ko'p kutib qolmadingmi? Yo'q, men o'zim vaqtliroq kelgan edim, shunga. Amira, sen mendan xafamisan? To'rt yil oldin Emin bilan tanishishimizga siz sababchi bo'lgandingiz. Emin bilan munosabatimizni faqat siz bilardingiz. Lekin bizni baxtimiz uchun siz hech nima qilmadingiz. Meni o'rnimda bo'lsangiz, xursand bo'larmidingiz yoki xafa? Afsuski, men shaharda emas edim. Uydagilar hammasini hal qilib, keyin meni to'yga taklif qilishdi. Agar men bo'lganimda u qizni kelin qildirmagan bo'lar edim. Ha, mana to'y ham o'tdi. Kelin muborak. Bu ishni jiddiy olma. Qanaqasiga jiddiy olmay? Emin bilan 4 yil birga edik. Munosabatimizni yaxshi bilardingiz. Jiddiy emasmidi? Siz emasmidingiz? Bizga garantiyasi bilan sizlar birga bo'lasizlar degan. Ozroq sabr qil. Men u qizni bu uydan yo'qotaman. U bu uylarga arzimaydi. U uylarga sen loyiqsan. Emin ota-onasiga Amira bor deb ayta olmaydi. Xuddi Amira yo'qdek. Bo'lar ish bo'ldi. Sen meni xarakterimni bilasan. Shunday qilamanki, u qiz bu uydan o'zi narsalarini yig'ib chiqib ketadi. Ha, sen ko'p o'ylama. Kel, undan ko'ra biror nima buyurtma qilamiz. Singlim, sizni mumkinmi? Qarab yuboring. Ha, Haytali. Ha, qani kelchi kampir? Yaxshimisan? Ha, yaxshi. Jahlingdan tushdingmi? Ha, meni bilasan-ku, bir xafa bo'laman, yana noz qilaman, lekin menga boshqa bunaqa gaplarni gapirma. Birinchi marta urushmayapmiz-ku, to'g'rimi? Avvallari sen bunaqa gaplarni gapirmas eding-ku. Agar rozi bo'lganimda o'lib menga uylanar eding, to'g'rimi? Haytali. Hay, buncha ko'p suv sotib olding-a? Biror mehmoning bormi? Yo'q, Zaynab bilan kuyov ko'rishga kelgandi. Zaynab? Ha. Nega meni chaqirmading? O'tirishmadi. Bir piyola choy ichdi, ketdi. Ha, attang. Zaynabjonni ko'rmay qopman. Shirin suvlar olib kelishdi. Suv olib kelibdi. Keyin choy ham olib kelibdi. Shunaqa. Ha, Haytalijon. Bekorga urf-odatimizda aytishmagan suv Parvardigorning diydoriga muyassar bo'lgan deb. Shuning uchun ham suvni yaxshi xususiyati bor. Qani quychi bir ichib ko'ray. Keyin o'zing tushunasan mazasini. Hozir ko'rasan. Juda ham mazali. Qani ichchi. Ich. Bismillahirrohmanirrohim. Qanaqa ekan? Suv hayot manbai. Buni oldi, mazza qilib ichib yur. Kampir, yana bir blok uyingga olib boraman, xo'pmi? Ha, olib kel. Nega yarmini ber? Choydan ham olib boraman. Ha, mayli, olib kel. Jahlingdan tushgan bo'lsang bo'ldi. Ha, 3 ta emas, 4 ta tuxum qovuraman senga. Bu suvni asablarni tinchlantiradigan xosiyati bor-da. Kampir shoh. Ha, Sangak. Toy bola, mendan xafa bo'lsanmi? Xafa bo'lmaymanmi? O'sha kuni meni qancha urdingiz-ku axir? Meni qancha urdingiz? Nima qilishim kerak edi? Aytchi, nima qilishim kerak edi? Aka, agar to'sqinlik qilmaganingizda, hozir baxtli bo'lardim. Qochib ketgan bo'lardim. Hamma pullarimni olib qo'ydingiz.
Lekin kasak-pasak ishlarimni hal qilmadingiz. Ishlarimni hal qilmadingiz? To'yni atmenit qil deding, kelding, dogovor qildik, to'y atmen bo'lmadimi, jigar? Aka, qanaqasiga? Zayka aytdi-ku, otasi kasal bo'lgani uchun to'y atmenit bo'ldi deb. Kelin, nima qilyapsan? Idish tovoqlarni yuvib, hozir ovqat qilaman, amajon. Menga qara, bu uyni o'z qonun qoidasi bor. O'tgan kuni qarasam, yengam idish tovoq yuvyapti. Uyalmaysanmi? Uzr, amajon, bilmay qolibman. O'zim yuvib qo'yardim. Bu ishingni boshqa takrorlama. Sen kelin bo'lguningcha kelinoyim hamma ishlarni o'zi qilar edi. Bugundan boshlab kelinoyim qo'lini sovuq suvga urganini ko'rmay. Hamma uy ishlari seni bo'yningda. Xo'p, amajon. Atmen bo'ldi-ku. Siz atmen qilmadingiz. Uni otasi kasal bo'lgan ekan. Nima farqi bor? O'sha momentda atmen bo'ldi. Bu bir. Ikkinchidan, jiyanimni olib pobeg qilding. Jo'ri buflar oilasini avtoritetini sal qolsa yerga urarding, ey bola. Qishloqda obro'yimiz bor. Shuni tushunasanmi sen yo yo'qmi? Muhimi baxtli bo'lardim, aka. Men senga aytganmidim, baxtli bo'lishing uchun ota-onangni mundoq tog'ora qilib jo'natgin deb. Men seni tarafingda edimmi? Oshiq bo'lsangiz keyin tushunasiz, aka. Toy bolani gapini qara. Seningcha men oshiq emasmanmi? Sen meni dardimni qayerdan bilasan, ey? Yo'q, sen meni dardimni qayerdan bilasan? Meni ahvolim seni ahvolingdan ham yomonroq, lekin hayotda erkak bo'lish kerak. Tushundingmi? Erkak bo'lib, mard bo'lib, qaddingni tik tutib yurishing kerak. Erkak ich-ichidan kuyadi. Tushunyapsanmi, bola? Agar o'sha qiz seni sevganda, bir og'iz aytardi: "Ota, men o'sha bolaga tegaman" deb. Tushunyapsanmi? Yana bir narsa. Ikkinchi marotaba bu uyda bunaqa mazasi yo'q ovqat qilma. Biz bunaqa ovqat yemaymiz. Yoki sizlarnikida shunaqa ovqat qilinadimi? Muzlatgichda hamma narsa bor. Yana biror narsa kerak bo'lsa, Baxtiyor akaga aytsang, olib kelib beradi. Xo'p, amajon. Bundan keyin men nima ovqatni aytsam, shuni qilasan. O'zingcha boshqa ovqat qila ko'rma. Xo'p, amajon. Aytgancha Shohrux bog'chadan kelsa, qaraysan. Kiyimlarini almashtir. Xo'p, amajon. Sevgi shunaqa bo'ladi, toy bola. Qars ikki qo'ldan chiqadi. Tushundingmi? Bir qo'ldan sado chiqmaydi. Qadringni bilmasdan nega o'zingni yerga urasan, ha? Arslon bo'l, tushundingmi, arslon? Hozirgi sevgi faqat kiyimingga, pulingga, mol va davlatingga qaraydi. Agar uyingni eshigingni oldida traktor emas, Qudratovlarga o'xshab ikkitalab Range Rover'ing bo'lganda, haytali joyida qizini senga chiqarib bergan bo'lardi. Inson mehri, hamma narsa hozir pul bo'lib ketgan, mehr yo'q bo'lib ketgan, jigar. Lekin men slova berganmanmi? Seni shoga deganman. Men senga doim atvichат qilganman, tushundingmi? Meni tushundingmi? Sen arslonsan. Arslon hech qachon boshini egmaydi, tushunyapsanmi? Sevgi deysan-u. Lekin sevgi bilan o'sha Majnun bobo murod maqsadiga yetgan bo'lardi. Yo'q, sevgi yo'q, hammasi yolg'on. Haqiqiy sevgi qayerda bo'ladi, bilasanmi? Sevgi faqat pok qalbda. O'zing tushunding-a meni? Faqat yolg'iz Xudoni sevgisi haqiqiy. Tushundingmi? Любой narsa bo'lsa, обращаться qil, men shu yerdaman. 2 kun ishim ko'p. Keyin men sen bilan birga bo'laman. Tushundingmi? Bu yoqqa divizheniyalarni birga qilamiz. Tushundingmi, Arslon? Parukam. Nima gaping bo'lsa, kelib yuzimga gapirgin. Tushundingmi? Orqamdan gapirib yurmagin. Haytalini ko'rganingda boshingni egma, tik ko'ziga qara. Men uni amakim bo'lsa ham xarakterini bilaman. U molparast. Bu yoqqa pul-mul haqida umuman o'ylama. Tushundingmi?
Hali sen bilan qiladigan birga ishlarimiz ko'p. Bekorga seni shouga qilib olmaganman. O'zingni ehtiyot qil. Ustozimga salom ayt. Xudoni panohida bo'l. Bo'pti. Siqilma Arslon, men shu yerdaman. Qalaysan? Sangali tuzukmisan? Bu Abu edimi? Nega nafasing qaytyapti? Qayerdan kelding? Yugurib seni qidiryapmiz. Sharifni darvozasidan kirdim. U hali orqada. Ha. Xabar olib keldik, muhim xabar. Menga boshqa xabar aytmanglar. Menga endi farqi yo'q. Sen yangilikni bilmaysanmi? Nima? Kerak emas yangilik. Kerak emas. Ey, butun qishloq biladi yangilikni. Seni xabaring yo'qmi? Hali sen bu yangilikni eshitsang, tepa soching tikka bo'ladi. Ha. Ey, bilasanmi nima gap bo'lgan? Ana u Haytali Zaynabni sotibdi. Ha, boshidan aniq edi-ku. Qanaqasiga aniq? Buni faqat sen bilasan ekan. Hozir butun qishloq biladi. Bundan ham qiziqarlisi bor. Senga hozir aytsam, jinni bo'lib qolasan. U ketganidan baxtli emas. Qanaqasiga? Azob chekyapti. Hammaga ovoza bo'pti. Qaynotasi bilan qaynonasi o'lsa ham non bermas ekan. Kun bo'yi faqat uni azoblashar ekan. Bechorani podvalga qamab qo'yishibdi. Bechora ko'chani ham ko'rmas ekan. Sen buni tushunyapsanmi? Kim qulflagan? Qaynonasi qulflagan ekan. Kim aytdi senga? Sen ozroq o'zingni qo'lga ol, atrofga qara. Shuning uchun biz o'zimiz oqizmay, tomizmay senga aytgani keldik. Tushunyapsanmi? Yegani non ham berishmayapti ekan. Qiz ochligidan ozib menga o'xshab cho'p bo'lib qopti. Kim aytdi? Ey, devorni ham qulog'i bor deyshadi. Ha? Azob chekyapti, azob. Qiz hayf bo'ldi. Sangalijon, biz shu yerdamiz. Hozir to'xtanglar. Kimga qo'ng'iroq qilyapti? Kimga qo'ng'iroq qilyapsan? Jo'rabek, qalaysan? Yaxshi, rahmat. Qayerdasan? Ko'chani boshida shaharga ketyapman. Ko'chani boshida? Ha? O'sha yerda tur, hozir boraman. Tinchlikmi? Birpas kutib tur, hozir boraman. Ey, shoshma. Jo'rabek dedimi? Qayoqqa ketyapti bu? Esi joyidami? Qayoqqa? Men qayerdan bilay? Ko'rdingmi? Yur boraylik. Haytal akadan ham xabar olaylik. Ha. Qani yur. Yur. Nimasdan xabar olamiz?